Xitoy tarafidan terrorlik faoliyatlari bilan shug'ullanish bilan ayblanib, qaytirib berilishi talab qilingan Abduqodir Yapjan davosida sud hay'ati Yapjan haqida bir yerdan ayrilmaslik shakldagi adliyalik kontrol qarorining davomlashadiganligi haqida hukm chiqardi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'de açılgan sudga Abduqodir Yapjan orqali ishtirok qilindi. Sudga nurg'un advokat qatnashdi. Sud so'z qilgan guvohchilar Abduqodir Yapjanning hech qanday terrorlik faoliyatlarga qatnashmaganligini, terrorlik faoliyatlarga boshlamchilik qilmaganligini, qaytirib berilgan taqdirda Yapjanning o'ldirilish xavfi borligini aytdi. Sud kam hujjatlarning to'liqlanishi uchun 3-mayga kechiktirildi. Xalqaro jamiyatning yig'ilish lagerlari haqidagi noroziliklarga pisand qilmagan Xitoy, Avstraliya grajdanligidagi 17 nafar Uyg'urni tutqun qildi. Yevro Osiyo torining xabar qilishicha, tutqunlarning ba'zilari lagerga qamalgan, ba'zilari turmaga qamalgan, ba'zilari bo'lsa uyida nazarband qilingan. Bu 17 kishining oilasi Avstraliyada yashayotgan Uyg'ur advokat Nurgul Savodni izlab, urug' tuqqanlarining vaziyatidan andish qilayotganligini bildirdi. Xitoyga bir ketgancha izlariga bo'lmagan bu 17 kishining 15 nafarining Avstraliyada mangulik o'ltiraqlish huquqi borligi, 2 kishining Avstraliya fuqarosi bilan o'ylanish vizasi borligi bildirildi. Dünya miqyosidagi Uyg'urlar Sharqi Turkistonda izlarigini qilolmayotgan urug' tuqqanlarining videolarini e'lon qilishni talab qilib, ommaviy taratquv harakati boshlandi. Uyg'urlar ommaviy taratqularda Mammu Uyg'ur xat kuchi bilan safarbarlik faoliyati boshlab, Xitoydan Abdurahim Hayitning videolarini e'lon qilganga o'xshash, o'z yaqinlarining sin ko'rinishining e'lon qilinishini talab qildi. Rossiya tor hujumidan kelib chiqadigan xavfni aniqlash uchun davlatda xalqaro aloqa torini bir muddat taqashni planlamoqda. Rossiya rasmiy manbalari naql qilingan xabarlarda bildirishicha, Rossiyaga qarshi internet orqali elib beriladigan dunyoviy tahdidlarga taqobil turish uchun bir qator tadbirlar e'linadi. Ukraina Ana Vatan partiyasining rahbari Yuliya Tomashenko prezident bo'lib saylanib qolsa, Rossiya tarafidan ishg'ol qilingan Qrimni qaytirib olganligini bildirib, faqat Qrim va Donbas rayonlarini qaytirib olish bilan qolmaymiz, shuning bilan birga Rossiyani ishg'olchi davlat deb arz qilib, Ukraina uchirgan ziyonlarni to'liqlashga tirishimiz dedi.